Assalomu alaykum. Mana malyar jarayoni. Darvozani malyarga tayyorlayapmiz. Hozir 1 minut. Qo'shmay turing. Malyarga tayyorlayapmiz. Mana kilish jarayonlari mayda qilib bitirganmiz. Ularni moshina bo'ladi. Bu mayda darvozamiz. Olasa malyarga tayyorlayapti. Bunisi high-tech qavatlik darvozamiz. Lislari 8 moshina. Lazer lis qo'yilgan. Uchta sharni malyarga tayyorlab, olasa hali kraska bo'lishini ham ko'rsatamiz jarayonlarni. Mana shu bala bizda malyarchigimiz. Ela unisi bitta devorga turibdi darvozamiz. İşlerimiz Xudoga shukr asosiy ketyapti aka. Knellarni qalbidan chiqqanmiz, sifatli narsa qilib berganmiz. Hamsiyasi, og'aynisi, qasi hammasi shunday zakaz beryapti. Shaqa mallarga tayyorlamay, naraq ham darvozalar bor. Yo'q kraska xona. Arkada profillari. Shu videoni darvoza qildirmoqchi bo'lgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Ish jarayonlarini ko'rsin. Ma'qul kelsa zakazlar berishaveradi. Rahmat.